Assalomu alaykum savatlaşlar. Hazır biz Arab tili grammatika darsligimizning 23-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda badaldan tunishib chiqqan. Hamda biz bugun bu tavobilarga tava bo'lgan atf bayon bilan tunishib chiqamiz. Hamda bu atf bayon bo'lgan ismmi ilgirisiga i'rob jihatda agishib o'qilgan ismlarning qatoridan. Ya'ni i'rob jihatda agishadigan ismlarning qatoridan. Onda bo'lsa atf bayon degan nima? Atf bayon deganimiz bunu so'zning o'zidan chiqib turibdi. Bayon qilish atfisi deb qarama. Demak, bu ilgirisida bir izohlashga, bayon qilishga tegishli bir so'z kelgan. Shu bayon qilishga tegishli so'zni bayon qilib kelgan so'z nima? Atf bayon. Bu oddiy qilib tushuntirgan vaqtimizda shunday bir ma'no chiqadi. Endi buningki arab tilidagi o'lchamlik tunishtirilishi atf bayon deganimiz tabi'un jamidun يشبه الصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وفي تخصيصه إن كان نكرة. Bu matbu'i nakir ulab qalsa uni xaslashda, ma'rif ulab qalsa uni ro'shanlashtirishda sifatga o'xshaydigan jamid tabi. Qarama, sifatmi o'zining matbu'ini agar ma'rif ulab qalsa izohlaydi, texim izohlaydi. Agar nakir ulab qalsa xaslaydi. Shuningga o'xshash atf bayonmi agar matbu'i nakir ulab qalsa uni xaslaydi, agar matbu'i ma'rif ulab qalsa uni texim izohlaydi. Mana mushu jihatda bu sifatga o'xshaydigan jamid tabi. Biz unda o'zi nima uchun bu atf bayonni biz sifatga qaytib o'tmaymiz? Bu sifatga o'xshashlam matbu'ini ma'rif ulab qalsa izohlaydi ekan, nakir ulab qalsa xaslaydi ekan. Nima uchun buni sifat deb o'tmaymiz deganda, chunki bu jamid bo'lgan tabi. Sifatchi, mushtaq bo'lgan tabi. Shunga buning tushuntirilishi sifatga o'xshash tushuntirilgan, jamid degan so'zcha qo'shib qo'yilgan. Masalan, bu o'zining matbu'ini ma'rif ulab qalsa qanday izohlaydi, qanday bayon qiladi deganda, masalan, aqsama billahi Abu Hafsa desam, Abu Hafsa Alloh bilan qasam qildi desam, qaysi Abu Hafsa deb azroq bir izohlash bor. Aqsama billahi Abu Hafsa Umaru desam, Abu Hafsa Umar Alloh bilan qasam qildi desam, bu yerdagi Abu Hafsa degan bu ma'rifi bo'lgan matbu'ni Umar degan bu atf bayon qada qildi, bayon qilib berdi, texim izohlab berdi. Demak, bu yerdagi Umar atf bayon bo'ladi. Nimadan atf bayon? Abu Hafsa degan so'zning chu atf bayon. Demak, bu yerda atf bayon Abu Hafsani qanday qilib berdi? Texim izohlab berdi. Agar Umar kamisa, bu yerdagi atf bayon kamisa, Abu Hafsa qaysi Abu Hafsun demakchidir. Degandek bir azroq bir izohlashga, bayon qilishga tegishli bir holat qilib qoladi. Mana atf bayon deganimiz ilgiristiki so'zni agar ma'rif ulab qolsa Abu Hafsa deganga o'xshash izohlaydi, nakir ulab qolsa xaslaydi. Hamda bu atf bayon odatda bir azroq izohlashga tegishli so'zning keyin keladi. Masalan, ra'aytu laythan. Ra'aytu laythan. Yo'llos ko'rdim. Endi layth degani yo'llos degan gap. Ammo bu layth degan yo'llosninki hamma odam biladigan atalg'usi emas. Yo'llosninki hamma odam biladigan atalg'usi Asad. Endi ra'aytu laysan deb bo'lib, ay asadan deb buni qanday qildim? Izohladim, bayon qildim. Demak, bu yerdagi asadan nima bo'ldi? Atf bayon bo'ldi. Endi atf bayon hech qanday vositasiz holda keladi. Aqsama billahi Abu Hafsa Umar deganga o'xshagan va ay degan so'zdan mucho keyin keladi. Ya'ni tafsirni bildiradigan, tafsirlash, tushuntirishni biladigan ay degan so'zdan keyin mucho keladi. Xuddi ra'aytu laythan ay asadan. Endi ra'aytu laythan desam, bu yerda ba'zi kishilar tushungan bilan buni nurg'un kishilar qanday qilmaydi tushunmaydi. Ammo ay asadan, ya'ni yo'llosni ko'rdim deb hammadan biladigan atalg'i bilan qanday qildim? Akeldim. Demak, bu yerda asadan nima bo'ldi? Atf bayon. Bayon qilib kelgan atf so'z bo'ldi. Masalan, Alloh taolaninki au kaffaratun, ya'ni kimiki bu haramning hududi, haramning chegarasi ichida bir uni o'ltirib sasa kafarat ketadi. Nimadan bu kafarat? Azroq bayon qilishga yetadi. Shunday-ku. Ta'amu masakin, miskinlarga taom berishdi. Demak, ta'amu masakin deb miskinlarga taom berishdi, bu yerdagi kafaratni qanday qilib berdi? Izohlab berdi, bayon qilib berdi. Demak, mayli bu yerdagi izohlash, bayon qilish
xos ism yoki kunyatdan keyin kelsin. Xuddi aqsam Abu billahi Abu Hafsa Umar deganga o'xshagan. Yoki o'xshash bir so'zni uningdan mashhurroq so'z bilan bayon qilish uchun bo'lsin, yoki bir shibhi jumla bilan bayon qilish uchun bo'lsin, ilgarisidagi matbu'ni qanday qilib bayon qilib kelgan atfini biz nima deymiz? Atf bayon deb ataymiz. Endi bu bir jihatdan qarasak, bu badalga o'xshab ketadi. Badalga o'xshab ketadi. Masalan, aqsam billahi Abu Hafsa Umarni badal desak bo'lmamdi deganda, bu atf bayonningki badal bilan farq qiladigan bir qancha taraflari bor. Agar shu farq qiladigan tarafi bo'lmagan vaqtda biz atf bayonnini badal deb tarkiblashakmi bo'ladi. Badalni atf bayon deb tarkiblashakmi bo'ladi. Biz buni tuanda so'zlaymiz. Atf bayonga aloqador bo'lgan hukmlar. Endi bayatdan biz aqsama billahi Abu Hafsa Umar dedik. Abu Hafsadan bo'lgan maqsadmi Umar. Umardan bo'lgan maqsadmi shu Umar degan bir odam maqsad. Ya'ni ikkinchi xalifa Umar roziyallohu anhu maqsad. Ammo bu yerdagi Abu Hafsa bilan Umar degan ikki ismninki, birisi kunyat, birisi ism. Ikkisiningki kishilarga qaysi mashhur? Desa Umar degan ismi mashhur. Demak, mana birinchi atf bayonningki badaldan farq qiladigan tarafi atf bayon cho'qim atf elingan, ya'ni matbu'dan mashhurroq bo'lishi kerak. Mashhurroq bo'lishi kerak. Mana bu birinchi atf bayonningki badaldan farq qiladigan tarafi. Agarda atf bayon matbu'dan mashhur bo'lmagan vaqtda buningga badal deb tarkib beramiz. Birinchi hukmi يجب أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه وأشهر dedi. Atf bayon matbu'idan texmi ro'shanroq, texmi mashhurroq bo'lishi kerak. Chunki bu atf bayon qilib kelgan so'z degan, bayon qilingan so'zni texmi bo'lishi kerak, oshkora, ro'shan bo'lishi kerak, mashhur bo'lishi kerak. Masalan, aqsama Abu Hafsa Umar deganga o'xshaydi. Bu yerdagi Umar Abu Hafsadan texmi mashhur. Ikkinchisi atf bayon Endi ikkinchi farqi atf bayonniki badaldan bo'lgan farqi. Endi biz badalni hukm bilan maqsad qilingan so'z mubaddal minhu emas, badalning o'zi dedik. Ya'ni mubaddal minhuni tashlab etib, badalni kelsakmi jumla bo'laveradi dedik. Ammo atf bayonning farqi badalga bo'lgan bu atf bayon jumlaning hukmi bilan bo'lgan maqsad emas. Bu jumlaning hukmi bilan bo'lgan maqsadni texmi qanday qilib turadi, ro'shanlashtirib turadi. Deydi atf bayon laysa huval maqsudu bil hukm. Atf bayon o hukm bilan maqsad qilgan so'z emas. Balki innal maqsuda bil hukm huval matbu'. Balki hukm bilan, ya'ni jumlaning hukmi bilan bo'lgan maqsad bu matbu'. Ya'niki tabi bo'lgan atf bayonchi emas. Masalan, aqsama Abu Hafsa Umar desak, kim qasam qildi? Abu Hafsa qasam qildi. Endi bu Abu Hafsani texim biz izohlash uchun Umarni keldik. Bu yerdagi jumladan qasam qildi degan bu hukm bilan bo'lgan maqsad Abu Hafsa Umar emas. Umar faqat Abu Hafsani qanday qilish uchun keldi? Bayon qilish uchun, izohlash uchun keldi deymiz. Bu yana qarasak, yana bir tarafdan nimaga o'xshab ketadi? Badalga o'xshab ketadi. Unda bo'lsa, bularga badalda tarkiblashsak bo'lamdi deganda atf bayonning hammasiga badal mutobiq, ya'ni badal kul, minal kul deb tarkibdagili bo'laveradi, faqat ikki xil holat bilan bo'lmaydi. Ikki xil holaticha bo'lmaydi. Deydi, kullu ma jaza atf bayon jaza an yakuna badal mutobiq. Atf bayon bo'g'il to'g'riganning hammasi, ya'ni atf bayon qilg'ili bo'lganning hammasini badal mutobiq qilish to'g'ri. İlla faqat idza lam yumkinul istighna'u anhu. Faqat u farqi, baytim biz so'zlab o'tgan, u badal deganda tabi maqsadning o'zi shu edi. Ammo bu atf bayonda matbu' maqsadning o'zi shu. Endi bo'lmaydigan, ya'ni atf bayonni badal deb tarkiblagili bo'lmaydigan ikki o'rinning birinchisi idza lam yumkinul istighna' anhu. Ya'ni uningdan bihojat bo'g'ilib bo'lmasa. Ya'ni shu tabi'dan, ya'ni atf bayondan bihojat bo'g'ilib bo'lmasa, ya'ni jumlada shu atf bayonni ekamasak, jumla bo'lmagan ahvol ostida badal deb tarkiblagili bo'lmaydi. İkincisi av matbu'ihi, ya'ni birinchidan tabi'dan bihojat bo'g'ilib bo'lmasa, ikkinchisi matbu'dan bihojat bo'g'ilib bo'lmasa, bunda deganlik
biz cümlede tabi'ni eklemisak, cümle bo'lmagan ahval aslida biz bununla bedel deb terkiplersek bo'lmaydi. İkincisi, biz cümleden medbu'ni ele alsak, bu cümle bo'lmasa, biz bununla qanda bedel deb terkiplerle bo'lmaydi. Mesela, Fatima Ja'a Hüseyin'in ahuha dedim. Fatima keldi, Hüseyin onun qarindişi. Yani Fatima'nın qarindişi Hüseyin keldi degan bu cümle qarasak, ahuha degan söz bu yerda atf bayan. Nimadan atf bayan qilingan? Hüseyin degan so'zdan shu atf bayan qilingan. Masalan, Hüseyin keldi desam, kim bu Hüseyin? Ahuha. Bu Fatima'nın nimasi? Qarindishi deb Hüseyinni bayan qilib berdi. Endi bu cümlede ahuha degan bu tabi'ten bihacet bo'g'ili bo'lmaydi. Ya'ni ahuha degan bu atf bayanni tashlab bu cümle hata oldu. Mesela tashlab baqsak, Fatima ja'a Hüseyin desem, Fatima Hüseyin keldi desem, ne degan gap bu? Ama ahuha, yani o Fatima'nın qarindishi Hüseyin keldi desem şu cümle oldu. Demek bu yerda ahuha degan tabi'ten bihacet bo'g'ili bo'lmaydi. Demek Qacaniki tabi'tin bihacet bo'g'ili, ya'ni uni tashlab cümle bo'lmasa, bu vaqtda biz bu cümlelerga faqat atf bayan deb terkib beramiz, badal deb terkib bergan olmaydi. Ham ikkinchisi madbu'ni tashlag'ili bo'lmasa, ya'ni shu jumlada madbu'ni tashlab cümle bo'lanmasa, bu vaqtda yana bunga atf bayan deb terkib beramiz. Masalan, ana ibnu tarikil bikri bishrin. Endi bu yerda bishrin degan so'z al-bikri degan bu so'zdan bayon qilingan. Ya'ni tarikil bikrini bayon qilib, bishri degan ismni akilish orqali bu bir xos ism qanday qilib bergan, bayon qilib bergan. Endi bu jumlada matbu qaysi? Bikri. Endi biz bakri yoki bikri. Bu bakri degan so'zni tashlab etsak, ya'ni matbuni tashlab etsak jumla to'g'rilamdi deganda bo'lmaydi. Nimishqa? Ana ibnu tariku bishrin deb bu yerda at-tarikni qanday qilinmaydi? Muzaf qilib bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki at-tarik alif lam bilan. Alif lam bilan kelgan ismni o ya ikkilik bo'lmasa yoki jam'i muzakkar salim bo'lmasa, uningga alif lamni kirgizgilib bo'lmaydi. Bu yerdagi at-tarik ikkilikmi emas, jam'i muzakkar salimmi emas. Demak, bu yerdagi buni muzaf holatida alif lamni kirgizish xato. Shunga bu yerdagi al-bikru degan madbu'ni tashlab etsak, bu yerdagi bishrin qilib at-tarikni muzaf qilib olmaydi. Jumla qurilmasida xatolik kelib chiqadi. Shuning uchun bu yerda madbu'tumi bihojat bo'g'ili bo'lmaydi. Demak, bu yerda madbu'tun bihojat bo'g'ili bo'lmaydi. Shuning uchun faqat bishrini atf bayan deb terkib beramiz. Nim deb terkib bermaymiz. Uni badal deb terkib bermaymiz. Demak, atf bayanning hammasini badal deb terkib bergan bo'ladi. Qachoniki tabi'ning shu jumlada bihojat bo'g'ili bo'lmasa yoki madbu'tin shu jumlada bihojat bo'g'ili bo'lmasa, ya'ni uni tashlab etsak jumla bo'lmasa, bu vaqtda faqat atf bayan deb terkib beramiz. Undan boshqa vaqtda biz atf bayanni badal mutabaq deb terkib javob bera olamiz. Endi deydi, "İza amkanaka istibdalu tabi' bil matbu' falaka al-hurriyya fi i'rab at-tabi' badalan aw atf bayan" deydi. Agar siz tabi'ni madbu'ning o'rniga almashtira olsangiz, ya'ni shu jumlada tabi'ni madbu'ning o'rniga qo'ysak, madbu'ni tabi'ning o'rniga qo'ysakmi jumla bo'laversa, bu tabi qilsiz bu vaqtda atf bayan deb terkib bersangiz-mi bo'ladi, badal deb terkib bersangiz-mi bo'ladi. Masalan, zaranal imam Muhammad. Bizni imom Muhammad qanday qildi? Yo'qladi, ziyorat qildi desam, bu yerda Muhammad degan tabiqa badal deb terkib bersam-mi bo'ladi. Atf bayan deb, chunki imomni qanday qilib izohlab berdi deb atf bayan deb terkib bersam-mi bo'ladi. Chunki bu yerda ikkisini, ya'ni tabi'ni madbu'ni tabi'ning o'rniga qo'yg'ilib bo'laveradi. Masalan, zarana Muhammadun al-imamu yoki zarana al-imamu Muhammadun deganga o'xshagan tabi'ni madbu'ni tabi'ga almashtirib bo'ladi. Va illam yumkinuka, agar mumkin bo'lmasa, ya'ni ashuni tabi'ni madbu'ni tabi'ga qilib olmasa, yotganmisangiz almashtirib bo'lmasa, bu atf bayan deydi. Qachon shunda bo'lmaydi deganda, qachoniki tabi' madbu'tin texim qadalab kelsa, ro'shan oshkor bo'lgan vaqtda, bu vaqtda biz bunga atf bayan deb terkib beramiz. Biz buni bayatin deb bo'ldik. Mana bu bugungi atf bayonga aloqador bo'lgan hukmlar. Endi biz harf bilan atf qilingan ismning haqida so'zlaymiz. Harf bilan atf qilingan ism. Masalan, ja'a Muhammadun
va hamidun desak, bu yerdagi va harfini akilish orqali biz Muhammadni hamidga qanday qildik? Bog'ladik. Endi bu ismning hukmi qanday bo'ldi deganda, bu tabi'larning qatorida, bu shu bog'langan ma'tuf qanday qilinadi? Agishidi. Buning ta'rifi tabi'un yatawassatu baynahu va bayn matbu'ihi harfun min ahrufil atf. U bir tabi' bo'lib, uning bilan matbu' o'tirisida atfi harflaridan bir harf vasita bo'ladi. Yani o'tirg'i keladi. Jaa Aliyun va Xolidun deganga o'xshash. Ali va Xolid keldi. Bu yerda voni akilish orqali biz Xolidni Aliga qanday qildik? Bog'lab kelishdan iborat bu hukmga qo'shdik. Bu yerdagi Xolid Aliga qanday qildi? Agishidi. Shunga Aliyin pasha qildi, Xolidni pasha qo'ydi. Bu nim deb atildi arab tilida esa yana bir atilishi atfun nasaq deb atiladi. Unda bo'lsa biz bu ma'tuf bil hurufni bir harf o'tirib kelish orqali ilgiristiki so'zga matbuqa bog'laydi dedik. Unda bo'lsa bu harflar, ya'ni bog'lovchi harflar, atf harflari qaysi deganda ahruful atf harflari vav, fa, thumma, hatta, aw, am, bal, vala, valakin. Bularning hammasi bog'lovchi harflar. Ammo bularningki ishlatish o'rni va ma'nosi birisi-biriga o'xshamaydi. Biz buni harfning babiga bog'lagan vaqtimizda uning ma'nolari bilan tafsiliy tunishib chiqamiz. Endi bu atfun nasaq, ya'ni al-ma'tuf bil harf bo'lgan ismga aloqador bo'lgan hukmlar. Birinchisi yu'tafu az-zohiru ala az-zohir. Oshkor ismgacha atf qilinadi. Masalan, jaa Zaydun va Xolidun. Bu yerda Xolid degan oshkor ism, Zayd degan oshkor ism qanday qildi? Atf qilindi. Ikkinchisi muzmarga, ya'ni zamirga atf qilinadi. Masalan, ana va anta sadiqan, man va sen do'st, ya'ni men bilan sen do'st deganda antani anaga qanday qildik? Atf qildik. Endi bu madmir muttasil olsun yoki munfasil olsun yoki muttasilni munfasilga bo'lsin. Masalan, akramtuhum va iyyakum. Ularni va sizlarni qanday qildim? Hurmatladim desam, ularni va sizlarni bu yerdagi hum degan g'oibningki muttasil damirsiga iyyakum degan muxotabningki munfasil zamirsiga qanday qildim? Atf qildim. Demak, zamirga qanday qilinadi? Atf qilinadi. Atf qilib bo'laveradi. Uchinchisi oshkor ismni zamirga atf qilib bo'ldi. Masalan, ma ja'ani illa anta va aliyun. Menga faqat sen va Ali keldi desam, bu yerdagi Ali degan oshkor ismni anta degan damirga qanday qildim? Atf qildim. To'rtinchisi damirni oshkor ismga atf qilib bo'ladi. Masalan, ja'ani Aliyun va anta. Menga Ali va sen keldi desam, bu yerdagi anta degan damirni Ali degan oshkor ismga atf qildim. Yu'taful fi'l ala al-fi'l deydi. Fe'lga atf qilinadi. Ya'ni fe'lni fe'lga atf qilib bo'ladi. Cho'qim buning zamoni o'xshash bo'lish sharti bilan. Ya'ni fe'l modini fe'l modiga atf qilib bo'ladi. Fe'l mudori'ni fe'l mudoriga atf qilib bo'ladi. Masalan, zahabtum va raja'tum deganga o'xshagan. Tadhhabuna va tarja'una deganga o'xshagan. Bu yerda raja'tum degan fe'l modini, zahabtum degan fe'l modiga atf qildik. Tarja'una degan fe'l mudori'ni tadhhabuna degan fe'l mudoriga atf qildik. Demak, cho'qim buning vaqti, zamoni bir bo'lishi kerak. Endi yajuzu hazful va wal fa ma'a ma'tufihima idza kana dalil deydi. Endi vav bilan bu vovdan keyin kelib atf bo'lgan ismni yoki fa bilan fa'dan keyin kelib atf bo'lgan ismni ikkisini billa, vav fa yoki uning atfisini billa agar dalil bo'lib qolsa, ya'ni bilinsa, akamizakmi bilinsa, tashlasak bo'ladi. Vav bilan yoki fa bilan undan keyin kelgan ma'tufini, ismini. Masalan, anidrib bi'asakal hajar fambajasat. Hasan bilan o'g'in deb qanday qildik? Buyruq qildik. Demak, bu yerda fadaraba degan fa atf harfi va daraba degan ma'tuf bo'lgan fe'l qanday qilingan? Tashlangan deymiz. Fadaraba fambajasat. Endi an-damirul muttasilul marfu'. Pesh muttasil damir, masalan zahabtu degandagi tu va damirul mustatir va yushurun damir, masalan zahabaning tagidagi yushurun damir
لا يجوز أن يعطف عليهما إلا بعد توكيدهما بالضمير المنفصل deydi. Endi bu ikkisiga, ya'ni muttasil marfu' damirga va mustatir damirga atf qilish to'g'ri emas. Faqat munfasil damir bilan ta'kidlab bo'lgandan keyin to'g'ri. Uni munfasil damir bilan ta'kidlamay turib, uningga bir ismni atf qilish to'g'ri emas. Masalan, zahabtu desam bu marfu' muttasil damir. Endi men buningga bir ismni atf qilmoqchi bo'lsam, chuqum bu zahabtu degan bu muttasil marfu' damirga munfasil damirni akib ta'kidlab bo'lgandan keyin undan keyin atf qilaman. Masalan, zahabtu ana va Muhammad. Men va Muhammad badim. Bu yerda men Muhammadni atf qilish uchun ana degan bir munfasil damirni akib bo'lgandan keyin undan keyin atf qilishim kerak. Va damirul mustatir shunga o'xshash. Shuningdek damir shunga o'xshash. Masalan, zahaba u va Muhammad badi demoqchi bo'lsam, zahaba degan fe'lning tagida huwa degan bir ushron damir bor. Endi men huwa degan damirga bir ismni qanday qilmoqchi bo'lsam, atf qilmoqchi bo'lsam, chuqum bir mustaqil damirni akilib ta'kidlab bo'lgandan keyin undan keyin atf qilish to'g'ri. Masalan, zahaba huwa va Muhammad deganga o'xshagan. Bu shunga o'xshagan. Endi amma al-atfu ala ad-damir al-majrur jaizun deydi. Ammo zirlik holatdagi damirga atf qilish, zirlik holatdagi muttasil damirga atf qilish bu to'g'ri. To'g'ri ko'z qarashga asosan. Bu muttasil zirlik damirga atf qilsak to'g'ri. Masalan, va kufrun bihi wal masjidil haram. Buradagi vasadun an sabilillahi va kufrun bihi. Allohga inkor qilish val masjidil haram degan bu val masjid degan bu oshkor ismni bihi degan zamirga atf qilib, bihi deb harfi jarning tufayli bilan hi zirlik o'rnida edi. Masjidni mu higi degan atf qilib, bu zirlik o'rnida shuning uchun val masjidil haram deb zir o'qildi. Demak, bu yerdagi masjid bihi deki hi degan zirlik o'rnidagi damirga qanday qilindi? Atf qilindi. Demak, muttasil zirlik o'rnidagi damirga oshkor ismni bevosita atf qilsak to'g'ri. Uning ayrim bir ta'kidlab munfasil damir akilish hojat emas demakchi. Demak, pashlik muttasil damirda cho'qim ayrim bir munfasil damir akib bo'lgandan keyin atf qildik ekanmiz. Zirlik damirda uningga hech qanday munfasil damir akamay turib atf qilsak to'g'ri ekan. Ziverlik holatida desa, buningda to'g'ri, mutlaq to'g'ri. Demak, buni atf qilib olsak bo'ladi. Masalan, ra'aytuka va Muhammadan. Demak, Muhammadni ka degan bu ziverlik o'rniga damir qanday qildim? Atf qildim. Seni va Muhammadni qanday qildim? Ko'rdim. Bu ziverlik o'rnida mutlaq to'g'ri. Pashlik o'rnida cho'qim munfasil damir bilan ta'kidlab bo'lgandan keyin atf qilamiz. Zirlik o'rnida to'g'ri, kuchli ko'z qarashga asoslangan vaqtda. Bugungi darsimizga aloqador bo'lgan mazmun mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.